Avvalambor assalomu alaykum. Shohrux Qosimovning obunachilari, Qosimov Study o'quvchilari va bizni kuzatuvchi obunachilar. Xo'p, bugun biz Shohrux Qosimov faoliyatiga doir, u kishining o'quv markazi va maktablariga doir va umuman harbiy sohadagi muammolarga doir savollarga Shohrux Qosimovdan javob olamiz. Avvalambor assalomu alaykum Shohrux aka. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Yuqorida aytganimdek, obunachilardan, o'quvchilardan sohaga doir, sizning shaxsiyatingizga va faoliyatingizga doir ayrim savollar bor. Shularga sizdan javob olsak. Avvalambor alaykum assalom. Xudo xolisa ularga foydali bo'lgan o'zimda shu kungacha olgan bilimlarim asosida javob berishga harakat qilib boraman. Xo'p, Shohrux aka, demak, birinchi savolimiz quyidagicha. Avvalambor sizni tanimaydigan insonlar uchun o'z haqingizda gapirib bersiz, ya'ni Shohrux Qosimovning bugungacha bo'lgan yo'li haqida. Xo'p. Hozirgi kunda umuman olganimizda bu yo'lga kirishdan qanaqa maqsadlar, umuman vazifalari qanaqagan? Hozirgi kunga yetib kelishimgacha o'zim avvalo bakalavr O'zbekiston xalq islom akademiyasini bitirganman. Magistratura Sharqshunoslik universiteti bo'lgan. Undan keyin avvalo bu narsani boshlashidagi hamma narsani fundamenti bo'ladiganlik birinchi topshirgan joyim harbiy oliygoh bo'lgan, Boshqarma instituti. Mana shu yerdagi nima deydi, hissiyotlar qolib ketgan. Keyinchalik oliygoh bitirib ham shu sohada birinchi ishlab ko'rdik. Bundan keyin sekin shu kungacha yetib keldik. Shohrux aka, eng asosiy savol, hammani qiziqtiradigan savol, harbiy sohaga kirib qolishingizga nima sabab bo'lgan? Bu bolalikdagi orzumi yoki shunchaki taqdirdagi bir hayot burilishimi? O'zi har bitta o'g'il bola yoshligida hali harbiy o'yinchoq o'ynab katta bo'ladi. Kelajakdagi askarlarni ko'rib, hali orzu havasi bo'ladi. Shu orzu havasda Toshkent moliya litseyini bitirganimda orzu havasi topshirib ko'rganman. Biz paytda hozirgidaqa yengillik bo'lmagan. Ya'ni boshqa institut topshirgan bo'lsam, Farg'ona viloyati Udi poliklinikasining oldida ertalab sahar 3 dan 3:30 dan borib, yotib, 3:00 sahar kutardik o'chirib kelishlarini. O'sha qiyinchiliklardan o'tib va oxiri testdan yiqilganman. Arzimagan 0.2 ball yetmagan. Va bu narsa keyinchalik ozgina bosilgan, lekin Islom akademiyasiga kirgandan keyin, aynan shu soha vakillari bilan ko'p muloqot bo'lgandan keyin, shu ishda baribir yoshlikdagi dard deydi-yu, alam deydi-yu. Shu narsa yana bitta shu narsaga turtki bo'lgan narsa, ustozlik faoliyatimni boshlashimdan oldinroq bo'lgan narsa bo'lganki, nimaga savol, nima uchun harbiy oliygohlarda boshqa davlat oliygohlariga nisbatan ball tizimi, ya'ni imtihonga kirish jarayoni yoki o'tish ballari past. Nima uchun? Yoki qiziqish nimaga past? Nimaga yoshlarimizda hozirgi kunda harbiyga bo'lgan muhabbat borgan sari pasayib ketyapti? Shu narsalarni ozgina bo'lsa ham jonlantirish maqsadida qilingan ish bu. Shohrux aka, umuman mana shu birinchi marta harbiy sohani tanlaganingizda, topshirganingizda, yaqinlaringizda, oila a'zolaringizda reaksiyasi qanaqa bo'lgan? Onam qarshi chiqqanda, otam qo'llab-quvvatlagan. Onam nima uchun qarshi chiqqan? Chunki onam qiynalganimni ko'rganda. Qiynalga qanaqa? Saharchi ketardim, kechasi kelardim. O'sha tibbiy ko'rib davri saharchi ketardim, tibbiy o'sha Toshkent Farg'ona qatnardim-da, chunki litseyim bu yerda bo'lgan. Haftada 3 marta 4 marta ham borib kelardim Farg'onaga. Shunaqa qilib, bu qiyinchilikni ko'rgan onalarga tarbiya qoldirsa. Shunaqa narsani ko'rgandan keyin aytishgan, o'g'lim qo'ya qol deb, tibbiy ko'rgan qiyinchiliklarda, lekin aytganman, yo'q. Keyin onam o'sha keyin rozi bo'lib ketganlar. Baribir o'sha narsa sekin nima deydi, imtihonlarda ko'rib borib oxiriga, lekin bizni davr bilan hozirda solishtirsa, bizni paytda o'sha 2013-yillar harbiyga qiziqish yoshlarda boshqa bo'lgan. Ya'ni bundan 13 yil oldingi holatni ko'rsak, yonib turganda, hozir emas. Shohrux aka, harbiy sohaga qiziqishingizda sizda qanaqadir bir ustoz yoki qanaqadir shaxs bo'lganmi? Qiziqtiradigan. O'qib yurgan paytimda bitta yaqin shu sohaning vakili bilan tanishib qolganman, Islom akademiyasida o'qib yurgan paytimda. O'sha odam turtki bo'lgan, juda ham qattiq turtki bo'lgan. Ko'proq haligi bitta narsa bor-da, haligi yoshlikdagi bir narsa deydi-ku. Mana ko'pchilikda
mana bu tan olishimiz kerak bo'lgan narsa harbiyga qiziqishiga yoki DX yoki shunga o'xshagan organlarga qiziqib ketishiga turklar seriali bor Qashqadaryo akamizda o'sha serial ko'pchilikda shu narsani emotsiyani berib qiziqishni uyg'otgan va o'zimda ham shu narsada bir qanaqa turtki bo'lgan. Zo'r, men o'zimda ham вообще-то shu harbiy sohaga qiziqishimda yoki bo'lmasam vatanga bo'lgan muhabbat shakllantirishda avvalambor jadidlar sabab bo'lgan. Men ularning tarixini o'qiganimda Alixon To'ra Sog'uniyni hayotini o'qishni boshlagan vaqtim bo'lgan va Alixon To'ra Sog'uniyni hayoti menga juda qattiq ta'sir qilgan. Undan keyin hamma o'zbek erkaklar singari Qashqadaryo makonini ko'rganman. Haqiqatda yaxshi ta'sir qilgan vatanga muhabbat mavzularida xolos. Shunaqa. Harbiy sohaga o'tganingizda men to'g'ri yo'lda tanlagan ekanman degan tushuncha qachon paydo bo'ldi? Kirganingizdanmi yo qaysidir jarayondan keyinmi? Mana sizga misol tariqasida tushuntiraman. Misol ko'chada ketyapsiz-da. Ko'chada ketyapsiz, bir odam o'g'ri urib ketdi, deylik yoki bo'lmasa qaytgandir odam o'ldirib ketildi, qotillik bo'ldi yoki shunga o'xshagan bir jinoyat bo'ldi. Olib qarasak, o'sha aziyat chekkan insonni dardini ko'rasiz o'z ko'zingiz bilan. Dardini ko'rasiz, qanaqa darajaga tushganlarini ko'rasiz. O'shani dardini to'liq bosa olmaysiz, lekin o'sha aybdorni topib yoki bo'lmasa aybdor topilgandagi bo'lgan unga masjid tomonidan bergan yordamingizni his qilasiz. Yoki bo'lmasa bir shogird tayyorladingiz. O'sha shogird o'qishga kirdi, lekin shogird quvonch emas. Uni ota-onasini ko'zidagi faxr, sizga bo'lgan ishonchda oqlanganligini ko'rish ham mana shu narsa ham o'zi. O'shanga qarab turdim, haqiqatdan to'g'ri yo'l tanlagan ekanman. Chunki nega bilasizmi nima? Ustozlik doim aytaman, ikki olam soatlarda kasblardan bittasi. Ikki olam soati. Nima uchun bunaqa deyilsa, sababiki mana misol uchun deylik aytishlik olib qarasak yoki bo'lmasa deylik misol bankir o'tirib turib ish qilyapti va kimgadir yordam beryapti. Mana hozir yordam berdi, bo'lmasam yordam tugadi, siz unga yordam oldingiz deb qarasak. Siz nima qilyapsiz? Siz bitta bolani, bitta oilani o'sha kelajakda hayoti o'zgarib ketishiga bitta emasda, uni farzandlari, o'sha oila, yaqinlari, ya'ni mana bitta yordamingiz, siz unga ilm ta'lim berganingizdagi bittagina narsa uni butun oilasi-yu, uni qarindosh urug'i va uni kelajakda bo'ladigan farzandlarigacha yordamingiz tegadi-da, tushunyapsizmi? Va buni hisobi qancha? Xuddi ana narsaga o'xshaydi-da, daraxt ekib qo'ysiz, skameyka yoki qurib qo'ysangiz yoki bo'lmasa bir qanaqadir shunga o'xshagan insonlarga manfaat beruvchi narsa qurib qo'ysangiz, uni hisobi o'lganingizdan keyin kelib turadi-yu. Sadaqa joriya bo'lib turadi. Xuddi shunaqa narsa. Shunga o'xshagan bir narsadir-ya. Uchun aytaman, ustozlikda hamma ham ustozlik qila olmaydi. Lekin shu darajaga erishgandingizda bu 2 olam soatiga erishgandek bo'lasiz. Shoir aka, mana shu sohada siz uchun eng og'ir davr qaysi bo'lgan? Eng qiyin davr. Bu sohaga kirib kelishimdagi davrda boshida ko'pchilik noto'g'ri tushunganligi. Misol tariqasida aytaman. Siz misol bitta odamni ko'rdingiz, haligini urib pichoqlab ketdi yoki pulni o'g'irladi yoki nimadir jinoyatni ko'rdingiz. Siz borib aytib bersangiz, jamiyat atrofida nima deysiz? Qo'pol so'z aytadi, quloq tishlari boshqa narsa yoki bo'lmasa haligi kozyo'lsan ekan, yo'q deydi, to'g'rimi? Lekin bunda o'ylab qarasak, xo'p, endi shuni tanganing ikkinchi tomonidan qarasak, xo'p, u bir odam aziyat chekyapti. Siz uchta guvoh bo'ldingiz. Ertaga u yoqqa borganda bir javob berasiz. Misol to'g'ri. Jamashni ishga harakat qilganda yoki bo'lmasa shu sohaga qilganda ayrim odamlarda noto'g'ri tushunchasi ham bor-da, shu noto'g'ri tushunchada ozgina shu ta'siri bo'lgan. O'qishga topshirayotgan paytimdagi ta'siri tibbiy ko'rikda bo'lgan. Eng qiynalgan joyim tibbiy ko'rik. Nimaga sabab? Misol uchun mana o'zingizni sog'lom deb hisoblaysiz. Hech qanday chandlig'ingiz yo'q, nogiron emassiz, Allohga shukr, hamma yo'g'ingiz yaxshi. Shuni boryapsiz. Tibbiy ko'rikda qo'lingiz terlayapti. Yuragingiz hayajon tap kiryapsiz, tez uryapti.
tez durib ketdi, hayajon bo'ldi, boshqa narsa. Siz nega o'zing yozib berish boshqa. Bu ham bitta davr o'tganda, bu masalan tibbiy ko'rikni his qilgan bo'ladi, oylab yurganlar shuni orqasidan. Shuning uchun ham bolalarimda shunaqa holatlarni ko'rsam, haligi qiynalayotganini ko'rsam, o'sha davr esimga tushadi, qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Mana shu qiyinchiliklarda sizda eng zo'r shakllangan xarakterlar qaysilar bo'ldi? Ya'ni qaysi xarakterlaringiz o'zgardi? Bu narsa o'zgarish bo'lgan narsalardan bittasi, yaqqol bo'lgan narsasi nima bo'lgan? Sabr. Misol uchun ikkinchi narsa o'zgarganligi bo'lgan, to'g'ri, bu ham bitta turtki bo'lgan shu narsaning o'zgarishiga. Bu narsa o'zi sizga qanaqa ta'sirlashi bilmayman. Mana masalan, deylik siz yo'lda ketyapsizda, to'g'ringizdan velosiped kelyapti, buni yoki yo'lga qarab ketdi, shuni qarasangiz velosiped kelyapti sizga trotuarda. Siz sразу kallangizni shitda o'ngga qochasiz. O'ngga qochish, chapga qochish bo'lsa, masalan, tabiiy holda refleks edi. Siz sразу shu holatda yo'l qidirdingiz. Shunaqa narsa o'qiganki, yo'llar qidirish. Masalan, deylik, vaziyatdan har qanaqa yo'ldan chiqib ketish. Turli xil yo'llarni ishga solgan holda, deylik, qanaqa, misol oddiy bitta misol aytaman. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Misol 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo vaziyat bo'lganlarga aytayapman, suv chiqib kirganda shu narsani, lekin o'sha birinchi metrga sutkadan semirishga harakat qilgan. O'sha vaziyatda misol uchun shu taklif berganman. Ya'ni o'sha qanaqadir vaziyatda, hali noto'g'ri bo'lmagan bir yechim taklif qilish. Shundan shakllangan. Harbiy sohada erishgan tajribalaringizni ta'lim sohasiga olib kirishda nima sabab bo'lgan? Yoki bu jarayon qanaqa boshlangan? Boyaga aytib o'tgan narsam, yoshlarni harbiy tizimlarga bo'lgan muhabbat pastligi. Bizning jamiyatimizda harbiy tizimlar haqidagi tushunchani juda ham pastligi. Ya'ni past qanaqa ma'lumot juda ham kam. Mana bolani dardi bor, xohlaydi, lekin ma'lumot yetishmaydi, ma'lumot kam. Unga yetkazib berish kerak. Qidiryapti, yo'q, ma'lumotlar kam, juda ham shunaqa narsa voqealar bo'lgan. Shu narsa shuni o'ylaganman deb o'zim topshirgan narsadagi qiyinchiliklarda xuddi ota o'zi bosib o'tgan yo'lda g'idir-budir yoki chuqurlar, boshqa narsa borligida farzandini qanaqa olib o'tadi? Misol aylanma yo'llarda yoki bo'lmasa mavjud yo'l chuqurda borsang chiqib tushib ketasan yoki bo'lmasa mavjud yo'lda ko'p qiynalasan degan narsada keyin sizda boshqa chora yo'l o'rgatadi. Masalan, o'g'lim sal maytdan chaproq yurgan, o'ynoq yurgan, yiqilib tushmaysan. Sal shunaqa yo'llari bor. Harakat qilyapman yoshlarga shunaqa narsa o'rgatgan. Misol uchun sarson bo'lmaslik bilan hujjat yig'ish jarayonlarida osonlashtirilishi borgan sari yoki bo'lmasa imtihon jarayoniga tayyorgarlik tizimi yoki nimalarga oldindan e'tiborli bo'lish kerak va eng muhim narsa nima deydi? Hozirgilar harbiy bo'lishni xohlaydi, lekin harbiyni o'zini nima deydi? Aysbergda tepasini ko'radi, pastini ko'rmaydi-yu. O'sha pastini olib chiqishga harakat qilyapman. Zo'r. Shorak ko'rinib turibdi. Sizda hozirgi deyarli hamma gaplaringiz, sizda shakllangan xarakter, xulosa tajribalar bevosita ta'lim va unda tayyorlanayotgan abituriyentlar bilan bog'liq bo'lib turibdi. Shu o'rinda bitta voqeani eslasak, men oldindan bir eshitgan edim sizdan. O'sha 1-yil o'qishga kira olmasdan 2-yil kirganingizda uni quvonchi, mandatni chiqib turishi, uni ota-onangiz bilan o'lash, o'sha voqealarni bizga bir eslatib aytib bersangiz, chunki sizni kuzatuvchilaringiz ham asosan talabalar, ular ham o'qishga topish jarayonida o'tirishibdi, ayniqsa mandatni kutib o'tirishibdi. Shu o'rinda bir eslab aytib bersangiz. Shundan oldin kechqurun bitta bo'lgan voqeani qo'shib ketay. Bir ota-ona telefon qildi, ota o'g'li favqulodda vaziyatlar vazirligi Temurliklar maktabidan yiqildi. Ota juda ham qattiq siqilgandi. Ota oddiy o'qituvchi, qiynalib topib bolasini o'qitgan. O'sha otaga bajardim, aka, buni ham hikmati bordir. Ozgina sabr bo'ling-chi. Alloh sizga qanaqadir mukofot bergandir, nimadir bo'lgandir yoki qanaqadir yaxshilikkadir dedim. Desam, 2-3 kun oradan o'tyapti, kecha-kechqurun telefon qilyaptilar. Chorib yig'lab telefon qildi. Men ichim g'alatib ketdi. Labay aytsam, o'shanda jahlim chiqqan paytda sizning gaplaringiz menga qanaqadir haligi nima desam ekan, erish tuyulganda, xuddi
oddiy shu gaplardan tezroq turish maqsadi, balki meni u telefon o'chirish maqsadida shunaqa deyotgandir deb o'ylagandim deydi. O'g'lim boshqa litseyga o'qishga kirdilar. Ichki ishlar litseyining kiberxavfsizlik yo'nalishiga kirdilar. Aytganingiz bilan hikmati bor ekan. Sizni otang gapi, sizni haqiqatdan mana shu berayotgan jamiyat uchun inson sifatida juda ham yaxshi ko'raman sizni. Ota-onangizni vaqtiga sog' bo'ling deb menda shunaqa minnatdorchilik bildiryapti. O'shanda siz aytganingizni men to'g'ri tushunganman Shohrubek. Men shuncha mehnat qildim, mehnatim qaytib ketdi endi deb o'tirdim. Siz o'shanda aytdingiz menga, shu gap esimdan chiqmaydi. Aka, buning ham hikmati bor. Men bir yaxshilikkadir degan narsa. Odamga boshqacha bir ko'tarik beradi. Shunaqa narsa. O'zimda ham birinchi yil qilganimda juda ham ta'sir qattiq bo'lgan. Juda ham. Misol uchun bir kun imtihonga bordingiz, keldingiz, javobi chiqdi, kiramadingiz boshqa masala. 6 oy yugurdingiz. 6 oy yugurdingizda 0.2 ball bilan yiqilyapsiz. Buni alam boshqacharoq bo'lgan. Talab birinchi o'rinda ochiq aytaman, misol uchun moliyaviy taraf ham juda ham ko'p ketgan. Bu yo'nalish tanlashim ajoyib bo'lib qolgan. Ikkinchisida shu yo'nalishlar ko'rib o'tirganimda Islom aka Toshkent Islom universitetida shu narsani ko'rib qoldimda, talamlarga shunaqa topshirmoqchiman desam, agar shu ishni qilsang dedi, sendan u dunyoyu bu dunyo roziman. Mana shu kirsang dedi, sendan ikki dunyo roziman dedi. Kim? Bor fokusimni berib tayyorgarlik ko'rdim. Qo'limdan nima kelsa harakat tayyorgarlik ko'rdim. Va Xudoyim rizq berdi va imtihonga bordim. Bizda hozir shunaqa ijodiy imtihondan 62 ball atrofida oldim. Qaytib keldim va 1-avgust bizda o'sha payt shunaqa tizim bor. 1-avgust ko'z yoshlarga ishonmaydi degan gap bor edi. 1-avgust bir kun imtihon bo'lardi. İmtihonga keldim. Universitetda o'zida bo'ldi imtihon. Kirdik, yechdik, keldik. Va shuni keldim, Farg'onaga Besharobga bordimda, Toshkentda imtihon chiqib to'g'ri ketdim uyga. Shuni Dramoldiga magazinga tushdim. O'shda bir Ulug'bek aka degan akamiz bor. Oilaviy yaqin inson. Shu so'radi. Shohrub nima bo'ldi? Keyin aka inshaalloh grantni Xudo xolasa dedim. Inshaalloh. Ishonch bilan aytgansiz, menda chiqmasdan. Ha, chiqqan yo'q. Menda chiqib 20 kunlar bor. Shu inshaalloh grantni kelsam. Yo'q, ayam o'shdi. Nimaga unaqa deysan? Endi avval Alloh dedim, lekin qalbimga shu narsa solindi dedim. Bilmayman, shu mashqim turibdi. Chunki misol uchun 36 salik test bo'lgan bo'lsa, tarixdan masalan nechta bilib yechganingiz bilasiz. Hozir abituriyentlar biladi. Hali mandat deydi-yu. Ular biladi o'sha kirgan kirmaganligini. Har bitta abituriyent his qiladi aytadi. Chunki misol qilganingizda nechtasini to'g'ri yechganingizni bilasiz, qo'ysan. Shu narsa deb taxminiy ball hisoblaysiz. Shunaqa narsa bo'lib kirdik, keyin 20-avgustda shu 19-avgust kuni hayolimga shu kiramas kelib qoldi. Kiramagan bo'lsa-chi degan narsa bo'ldi. Bir kun qolganda g'ulg'ulab shu. Chunki 19-avgust kuni javoblar chiqyapti. Kirgan eshityapman-da. 20-avgust kuni javoblar chiqyapti. Kirmadi. Oyga xuddi hayolimda hali kirganlar 19-kun chiqdi. Kiramaganlar 20-kun chiqdi. Shunaqa narsa bo'lgan. 20-avgust kuni keyin kechasi soat taxminan 11:30 edi. Bir oilaviy yaqin bir do'stimiz bor edi, dadamlarning do'sti, shuni bir qizi bor edi. O'sha telefon qilib, "Shohrux shunaqa anoyi pasportingni bersang ko'rib beraman." Chiqdi javoblar telefonda ishlamayapti. Undan oldin bir 12 marta telefondan SMS yuborganman. O'sha paytda $1.5 bitta SMS yuborishingiz 12 marta yuborib qo'yganman. Keyin kechasi 11:30 da keyin telefonda kutib turibman. Dadamlar xonasidaman, dadamlar zalda domda edik. Keyin ana qiz baqirib yubordi. Shohrux deb baqirib yubordi. Ichim bir shuv qildi, son bo'ldi. Keyin kiribsan dedi. Keyin haligi ichimda bir muzdek kimdir ustuna muz suv quyib yuborgandek qisib turgan narsalar putun chiqqan uchun chiqib ketdi. Keyin yana baqiribdi, qiz qo'rqib ketdim. Shohrux qo'rqib ketdim. Ha, sen grantga kiribsan dedi. Keyin voy dedim. Endi mana o'qishga kirding degan narsa boshqa narsa. Misol uchun deylik, o'qishga kiribsan degan bu bitta narsa bo'lsa, grantga kiribsan degan narsa boshqa. U paytda grant degan tushuncha
ham boshqacha edi. U paytda grant Ha. avtoriteti bor edi. Juda ham katta edi. Juda ham oddiy emas. Bizni paytda grant oshirgan tushunchalar bor edi. Ya'ni masalan kontrakt kirasizmi, grant kirasizmi, to'yxona uyda katta bir ziyofat, to'y salkam 15 ekan to'y bo'lardi. Artistlar aytilardi. Talaba bo'ldi. Bir 300 unga osh berilardi. Shunaqa narsa edi. Keyin kechasi dam oldiga yugurib chiqdim. Ayam oldiga domimiz do'konda orqasida tapchi ish yo'q, xayolda yo'q. Mana ketyapman. Hali yurgansiz. Deyapman. Shu narsa keyin dadam kechasi 12 bo'lgan bo'lsa, dadamlar shu 4 ta o'g'il bo'lsa, 3 ta qiz bo'lsa, hammalariga telefon chiqyapti. Bugun kecha 12. Shog'ir bilan turdi. Ya'ni bu bilan qanaqa vaziyat bo'lgan? Siz masalan o'zingizdagi xursandchilik bir narsa bo'lsa, ota-onani erishgan yutug'ingizdagi sizdan bir 10 barobar kuchli faxrlanishi, xursand bo'lishi ana shu narsadir. Ya'ni ular sizda o'qishga kirishingizni nima uchun xohlaydi? Nimaga misol uchun o'qishga kirishingiz shu darajada muhim narsa? Chunki ota-onani beldagi kuchi hozir bor. Yoki ota-ona hozir bor. Hech kim kafolat bermaydi. Ertaga ertalab uyg'onadimi yoki yo'qmi? Bu hayotda misol uchun. Chunki odam peshanasiga qachon o'lishi, qayerda o'lishi yozilmaydi. Shu yozilgan bo'lsa ham biz o'qiy olmaymiz, biz bilmaymiz mo'shan. Men abituriyentlar bu narsani tushunish kerak-da. Misol uchun dadam puli bor, kirgizib qo'yadi yoki yashab ketaveraman yoki dadam biznes davom ettiraman. Manaman deganlarni ko'rdik. Misol uchun qabristonga borsangiz kimlar yotibdi? Shu narsa ular nima uchun xursand bo'ladi? Bu men xotirjam bo'lsam bo'lar ekan, misol uchun. Ular o'qishga kirganingizdan emas, inshaalloh farzandimda xudo xolasa kelajagi bor tushunchalar bo'ladi. Masalan, men bir o'rib ketsam ham, shuni o'qitib, masalan, o'rib ketsam ham, ertaga bu davom eta oladi. Ko'zim ochiq ketmaydi shu narsada. Ya'ni bolam keyin ikkita uyga ko'tarib kela olaymikan degan qo'rquv bo'lmaydi. Shu narsani abituriyent tushunish kerak edi. Nima uchun ota-ona yana qaytaman. Ota-ona sizda o'qish kirganingizdan emas, u ham to'g'ri, u ham bor narsa. Lekin ertaga siz ular sizdan eplab keta olishingizni his qilishi, mana shu narsani his qilishi ota-onaga xotirjamlik beradi. Bu narsani hozirgi yoshlarda tushunish qiyin. Nimaga? Chunki ularda hozirga tushuncha qanaqa bor? Ota-ona abadiy yashaydi, puli har doim bo'ladi, kuch-qudrat hali ham bor. Mana shu narsani tushunmayapti. Tushunsa, o'sha narsa yetib borsa, keyin boshqa harakat qiladi. Demak, suhbatimiz yana bugungi abituriyentlarga qaytdi. Shohrux aka, harbiy sohadagi mutaxassis yoki ustoz o'laroq bugungi harbiy sohaga topshiradigan abituriyentlarning eng katta muammolari nimada, xatolari nimada? Nima deb o'ylaysiz? Muammosi birinchi o'rinda ular harbiy degan so'zni biladi faqatgina. Forma, udostrenие, kuch-qudrat, yuradi ko'chada, bo'lma hal qiladi, chiroyli formalarda yurishi, hammani hurmat qilishi degan tushuncha bor. Mana shu tushuncha bor ularda, harbiy degan so'zda, miyasida. Endi tanganing ikkinchi tarafi bor. Uni mashaqqatiga chidolmaydi. Misol uchun deylik, hozirgi kunda 100% abituriyent bo'lsa, yarmi chidolmaydi. Nimaga uverim aytyapman? Chunki juda ham ko'p abituriyentlar ko'ryapman. Oddiy misol, bitta misol keltiraman. 2 kun oldin poligonga bordim, yakshanba kuni. Poligonga bordim, o'sha turibman. O'zim ham eshikdan kira olmadim, ichida tadbir bo'layotgan. Lekin o'sha ota-ona turibgan. Ketsam, o'sha turgan vaqtimda o'zida bir 4 tam keldi, 4 tam 5 ta ota-ona keldi. Hasan aka olib ketamiz so'ramiz. Keyin hayron bo'ldim. Nega ketsam? Aka deyapti. Naqadar yig'lab telefon qilyapti. Men mahallaga osh berdim, mol so'ydim. Qarindosh urug'larda oldida boshim ko'tarildi. Kelyapti. Hali joyda shunaqa gap bo'ldi. Kim bir qaratib ketdi. Nima qilishni bilmayman dedi. Yig'lab telefon qildi, bo'ldi boshqa bir kun ham chidoyini olib ketiladi. Ertasiga bitta bola telefon qilyapti. Aka aytsam, aka ukam poligondan qaytib keldi deyapti. Otam chidolmadi dedi. Onam chidolmadi. Nima qilishni bilmayapmiz aka.
Bu uchun hazda ham mashaqqat chekdim deyapmiz. Hazda ham qiynaldikmi deyapmiz. Mana shu xato endi ikkinchisi bu muammo. Ikkinchisi xatolari nimada desak, abituriyentlar birinchi o'rinda hali harbiy soha deganda mana shu narsalar tushunadi, xato kamchiliklari kelgan bo'lsak, o'zlariga juda katta baho bera olishadi. Birinchi o'rinda bilimlariga, ikkinchi o'rinda sog'lomligiga. Men doim aytaman, mana sen bu yil topshiryapsanmi? 1 yil oldin harakatni boshla, 1 yil oldin hamma fanni yopib qo'y, 1 yil oldin o'zing tibbiy ko'rikdan o'tkazib olgin, uvering bo'lib olgin, 11-sinfda saralashlarda ulgurasanki bemalol hammasi deyman. Yo'q. Vahshiy yo'q. Tiralganda harakat qiladi. Tiralganda oxiriga yetib borganda harakatni boshlaydi. Yoki ikkinchi narsa, ana ularda hayoli qanaqa? Misol uchun kazarmali maktabimda shunaqa abituriyentlar keldiki, ularni ota-onalariga aytgan bajlarni men o'zimga yangi bitta koinot kashf qildim desam bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Umrimda eshitmagan bajlarda, misol konditsionerni nega yoqmayapsiz, nega konditsionerni o'chirib qo'yyapsiz yoki nega ertalab to'q qoringa yugurtirmayapsiz, och qoringa o'tiryapsiz. Masala shunaqa. Keyin ularga ham aytaman, keyinlar, chunki xususan qassos bo'lsin, bu bizning soha bo'lsa, bizga ishonib bertinglar, shunaqa narsa. Ularda o'ziga nisbatan ego, meni kuchli, ya'ni men anaqa eploliyman, yorib tashlayman, dahshat. Ana tayyorgarlik nol, miyada nol kelishadi, balandorga osilishadi, oxir-oqibat yig'ilishadi. Любой degan bir taklif beraman. Men buni ham ko'rgin yo'q. Ular doim yuqorini xohlaydi. Xatolardan eng uchta xato o'ziga nisbatan haddan tashqari ishonchi, bilim salohiyatda harakat qilmasligi, 1 yil oldin muddatdan oldin boshlamasligi va uchinchi eng asosiy narsasi tibbiy ko'rik masalalariga e'tiborsizlik qilishi. Mana shu 3 eng katta xatosi. Shoiraga keyin yana bitta biz o'quv markaziga, maktabga ham yangi kelgan bolani imtihon qilib olishi bir qilib ko'rdik. Va shunda 4-sinfdagi 4-sinf leveldagi savollarni qo'ydik. Matematikadan ham, ona tilidan. Hatto 4-sinf levelda bolalar javob bera olmaydi-da. 9-sinf, 10-sinf yigitlar, даже 11 va bitirganlar ham bor. Ularning bu darajada bilim saviyasi tushib ketganini sababi nimada? Bu narsa oldindan mana shu narsani aytdik, bu shaxsiy fikrim. Kimnidir yomonlamoqchi emasman bu gaplarim bilan. Maktabingizda esingizda bo'lsa 4-sinfgacha qanaqa o'qigansiz? Misol eslab qo'ying, 4-sinfgacha qanaqa o'qigansiz? Bu masjidda bizni ko'rayotgan hamma ham 4-sinfgacha zo'r o'qigan. Nima uchun? Nima uchun zo'r o'qigandingiz? O'zingiz fikringiz misol qana. Men 4-sinfda bilmadim endi. Hammada muhit shunaqa bo'lgan, o'qish kerak degan narsa bo'lgan. Bizning miyamiz boshqa narsalarni chalg'amaganda. Misol uchun deylik, telefon, aniq o'yinlar, har xil narsalar, qizlar, balobatlar narsalar bilan chalg'amagan, to'g'rimi? 4-sinf bilan tasavvur qiling hozir. Ikkinchisi, 4-sinf bolada maktabga sevgi, muhabbat bor edi. Uchinchisi, maktabda ikki smen bo'linadi. Biz esingizda bo'lsa, obedgacha darslaringiz, obeddan keyin sizni xuddi qo'pol tarzda kazarma tizimida darslaringizni olib qolib, sizni qildirib, 100% vazifalaringizni jo'jiga bajartirib, keyingi javob beradi. Nima uchun shunaqa bilasizmi? Chunki o'sha ustozlar bilishadi, uyga borgandan keyin vazifa qilmasligimizni. Oxirgisi biz ustozdan qo'rqardik. Mana ikki xil motivatsiya bor. Plus motivatsiya bor, minus motivatsiya bor. Ko'proq qaysi biri ishlaydi desangiz, hozirgi zamonimizda minus motivatsiya ishlaydi. Hammaga emas, lekin ko'pchilikka shunaqa ishlaydi. Masalan, qo'rquv. Sizga misol, deylik $500 pul topmasangiz, kvartiradan haydab yuborishadi. Nima qilasiz? Oilangiz bor, uylangansiz, $500 pul topishingiz kerak. Sana 10. Uyda egasini bilasiz, shunaqa 10-sanadan kech qolsangiz haydab yuboradi. Nima qilasiz? qayerdan bo'lsa ham topasiz. Ha, ana to'g'ri. Ikkinchisi, siz o'qishga, masalan, o'qishga kirishingiz, oilangizni sharoitini olib chiqib ketishiga ishonasiz va bu vaziyatdan olib chiqib ketishingiz sizning bo'yningizdagi mas'uliyat. Qo'rquv bormi? Bor. Ha. Nima qilasiz? Harakat qilasiz. Hamma narsani, to'g'ri? Yoki
Dadangiz sizga shag'al bilan g'ishtda aytdiki, shag'alni bunga garajga yoki buni g'isht og'irga taxlab ketasan. Kechqurungacha muhlat deb ketdi. Nima qilasiz? Qilasiz. Endi aytyapti, o'g'lim deyapti, shag'al bilan g'isht taxlab qo'ysang, sen kechqurun kelishmay shokolad olib kelaman deyapti. Siz o'ylaysiz, to'xtaysiz, shokolad endi yesam yeyman, bo'lmasa yo'q desa to'g'rimi? Misol uchun. Tushunarli. Yoki bo'lmasa, oddiy bitta misol, 4-sinfligingizda ustozingiz vazifani qilib kelmasangiz, kalta yeyishingizni bilardingiz, tushunyapsizmi? Eslab ko'ring, hamma yegan, hamma abdush yegan. Shu narsa bizda o'sha qo'rquv bor edi. Qo'rquv bizda minus motivatsiya bizni shu darajaga ishlattirganda. Endi 5 ga o'tdingiz. 6-7 ta. Bo'yingiz o'sgan, maylovchilar chiqib qolgan. O'sha sizda qo'rquv yo'q bo'ldi. Nimaga? Vazifani qilmasangiz ham o'sha 45 minut o'tyapti, davomat 1 ga 15 minut o'tib ketyapti, boshqa narsa va siz ketyapsiz, ustoz vaysi yo'q deyapti, 2 qo'yib qo'ygan bo'ldi. Keldingiz, yana nari borsa ertalabga ko'chirib qo'ygan, mana deyapsiz, bo'ldi, bahoyingiz 5. Uyga boryapsan 5. Ota-onangiz 5-sinfdan keyin sizga qanaqa o'qiyapsan, nima o'qiyapsan, o'zi degan savol argument hozir esimga kelib qoldi. 4-sinfgacha bo'lgan davrda ota-onalar ham nazorat qilgan. Masalan, eslayman. Otam kundaligimizni so'rashardi. Onamga har 2 kunda yoki har kuni ko'rsatsam, otamga haftaning oxirida ko'rsatardim. Keyin u payt 2 ni qadri bor edi-da. Bitta 2 o'zi 2 olmaganman-ku, lekin agar masalan akalarim sho'x bo'lgan, akalarimni ko'rganman, 2 yoki 3 olsa, dadam qanaqa urishini ko'rardim. Kamera men bilan erdik-da. Mana shu narsa bor, tushunyapsizmi? Endi hozirgi kunda qanaqa vaziyat bo'lib ketyapti? Bizda endi hozir plus motivatsiya ko'payib ketdi. Misol uchun deylik, mana o'zim osmondan olib gapirganim yo'q, davlat maktablarida juda ham ko'p ishladim. Juda ham ko'p turli xil maktablarda ishlab ko'rdim. Xususiy maktablarda ishlab ko'rdim. Misol bitta xususiy maktabda kubik bitta fanda. Alohida bitta fan. Tushunyapsizmi? 45 minut kubik taxlash bitta fanda. 8-sinfga biznes menejment degan fan kiritib qo'ygan. 8-sinf bolaga biznes menejment degan fan kiritib qo'ygan. Vaholanki kala jadvali bilmaydi. Mana hozir o'quv markazimizda 11-sinfga o'tgan bolaga biz birinchi kara jadvalni beryapmiz 12 yil oldin narsada. Bo'lmasa iloji yo'q. Mana misol uchun kecha bo'lgan voqea 366 degan raqam 366 minus shu 100 keyin minus 56 keyin qavs nimadir bordi. Shu misolda hech olmayapti. Bu misol nechasi misol? 2-3 sinfga to'g'rimi? Nimaga bizda mana endi sizga savol, o'quv markazida borda, misol abituriyentda nima o'rgatadi? Maktabdagi narsani yo boshqa joyda oyda oladimi? Bilimni baholash agentligi beradigan testlar qayerdan olinyapti? Programma. Mana shu narsada. Endi savol sizga. Nima uchun o'quv markazlarida ota-ona qatlarga masalan bola o'qishga kira olmasa o'quv markaziga olib bilasizmi? Nega? Chunki sababi ota-ona pul to'layapti-da. Hali qo'pol tarzda kelganda pul jigardan bo'lgan deydi. Tushunyapsizmi? Ana shu narsada pulni o'rni bor-da. Tushunyapsizmi? Ana yerda bolasi maktabda 11 yil o'qidi. Tekin o'qidi-da, tushunyapsizmi? Oyiga masalan 1 yiliga maktab kitoblarga 40 ming so'm bergandir. 50 ming so'm bergandir. Fondiga 10 ming so'm, 20 ming so'm bergandir. Sizga oyiga 1,5 million, 2 million beryapti. Ne hisoblasa bitta Matizda yoki 20 million, 25 million tasarruf qilyapti. To'g'ri, bu taraf bor. Endi tekin narsani qadri yo'q deganda maktablarda balki shunaqa hisobiga yo'qolgandir. Xuddi mana shu narsa. Bu bilan ikkinchisi ustozni qadri yo'q. Necha martalab eshityapmiz, bolalar ustozi bitta bo'lib urganini. Balki ustozlar bor, qattiq qo'lligidir, boshqa narsa. Endi sizga savol. Misol uchun, men sinfxonaga kirdingiz, 30 ta bola o'tiribdi. Bitta o'zingiz kirdingiz, 45 minut vaqtingiz bor. Darsingiz taqsimotini qilib kirasiz. Ikkita orqada o'tirgan bir o'qimaydigan bolalar butun darsingizga xalaqit berib, gap otib, gap qidirib va mana shunaqa narsa qilyapti. Maktablarda hozirgi kunda statistika bo'yicha aytaman sizga, davlat maktablarida foizda hisoblasangiz ayollarda muhim tarafi yoshi katta ayollar bor ko'pincha. Erkaklar juda ham kam. Juda kam. Nima uchun? Asabi ko'targan bittasini urib qo'yyapti.
uzr so'rab chiqyapti. Mana shu narsa bizda eng katta nima deydi og'riqli narsa. Xo'p, Shohir aka, deylik abituriyentlarning orasida o'qishim kerak, lekin qanaqa boshlashni bilmayapman deganlari bo'lsa, masalan, nima degan bo'lardi ularga? Qanday boshlash kerak? Boshlanishdan boshlaylik. Mana bitta zo'r tavsiya beraman abituriyentlarga. Yangi qaror bilan siz topshirmoqchi bo'lgan davlat oliygohlarini qoshidagi litseylarda endi siz chet tilidan B2 darajali sertifikat olib umumiy JPEG bazi 71 dan yuqori bo'lsa, suhbat asosida o'zingiz kirmoqchi bo'lgan oliygohga qabul qilinasiz. Yuridik litseylarda 2-kursdan, qolgan litseylarga 1-kursdan. Misol degani, siz diplomatiyaga kirmoqchisiz, diplomatiya litseyiga kirdingiz. Bitirayotganingizda hozirgi narsalarni qila oldingiz. Diplomatiya universitetiga imtihonlarsiz suhbat asosida o'qishga qabul qilinasiz. Bu birinchi tavsiyam. Ikkinchisi, 9-litseyga kira olmadingiz, 10-sinfsiz. Nima qilish tavsiya beraman? Har bir oliygohlarda mavjud bo'lgan va hamma uchun bir xil bo'lgan 3 ta majburiy fanimiz va chet tilimiz borligi aniq. 100% bor. Nima qilamiz? Mana shularni sertifikatlarni qo'yamiz. 10-sinfligimizda. Mayli, yo'nalish tanlanmaylik. Nima qayta ochishimizni hali hal qilmaylik, lekin hammasida bormi? Mana shularni birinchi o'rinda hal qiling. Misol uchun majburiyga har bittasiga 1,5 oy o'rtacha ketadi. 1,5 maksimum 2 oy. Dekabrgacha ham majburiyni olgin. Keyin o'sha bilan bir qatorda misol uchun bitta ingliz tilini qo'shib o'qib bor. Qanaqa? Misol uchun iyulda boshladi ingliz tili matematika, sentyabrda matematika yopildi. Ona tilini qo'shdi. Ingliz tili ona tilini yopdi. Keyin tarix boshladi. Tarixni dekabrda yopdi. Ingliz tili dekabrda tarixni yopildi. Yana bitta fan qoldi, to'g'rimi? Uni oldiga keyin, mana yangi yilga o'tgandan keyin o'yla, xo'p, qaysi fanni o'qisam bo'ladi? Keyin huquqni o'qiyman. Endi tasavvur qiling, dekabrdan, yanvardan boshlab 2 yil ham o'qiyapti. Bu bahorga borib ingliz tilisi yopildi. Huquqi lekin bazasi juda ham yaxshi. 11-sinfga o'tdi. 11-sinfligida keyin bu bir dona ham o'qiyapti. Mayli harbiyga bo'lsin, mayli davlatga bo'lsin, yuridik, diplomatiyalik misol uchun hozir prestij sohalar deydi. Xalqaro misol uchun fundament bir xil imtihonlarda. Mana shular tugatib olib turib harakat qilsa bo'lmaydimi? To'g'rimi? Mana shu narsa tavsiya beraman. Shunda imtihongacha deyarli hamma fan sertifikat yopilgan bo'ladi. 189 cho'ntagida. Oxirgi yilda o'zi bunaqa abituriyentlar ancha ko'payib ketdi. Albatta. Yuqori reyting. Keyingi savol. Bugungi yoshlar orasida tez pul topish masalasi, hammasida shu istak. Qaysi ishga kirsa, katta pul olib kelsa, qisqa muddatda degan tushuncha juda ko'pchilikda bor menimcha. Oxirgi harbiy oliygohlar mavzusida ham kuzatilyapti. Ko'pchilik уже harbiy oliygoh, poligoni bor, fizosi bor oliygohlardan ko'ra yuridik yo'nalishga ko'proq topshirishda adashmasam-a? Sizga bir savolim bor, men shu narsaga javob berishni oldim. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha nechta yurist degan diplom beradigan oliygohlar bor deb o'ylaysiz? 5 ta, 6 ta. 11 ta. Davlatniki. Davlatning o'ziniki. Davlatning o'ziniki. Davlat oliygohlari. Ikkinchi narsa xususiy oliygohlar bor. Diplom bir xil. Uchinchisi harbiy oliygohlarni yurisprudensiya yo'nalishlari, ichki ishlar, jamoat xavfsizligi, bojxona, davlat xavfsizlik yo'nalishlarida yurist degan ikkinchi diplom beryapti. Endi sizga savol. 1 yilda nechta yurist bitiradi shunda? Bilimi bor, salohiyati borlar ish topib ketyapti. Ya'ni qanaqa? Mana prezidentimizning farmoni chiqdi. Men faktlar bilan gapiraman. Gen prokurorimiz Oliy Majlis Senatida shu narsa nutq bilan chiqqan. Huquqni muhofaza qilish akademiyasini bitirgan, tergov faoliyati va prokurorlik faoliyati yo'nalishlarida bitirgan talabalar prokuratura organlariga ishga kirgandan keyin joy ortib qolsagina yuridiklarni bitirganlar qabul qilinadi. Mana sizga 100% fakt. Endi yurisprudensiyani masalan yuridikani bitirdi, prokuraturaga kirmoqchi, XMQ akademiyasida 562 soatni qayta tayyorlovdan o'tish kerak. Masalan, mana sizga bitta aytaman. XMQ akademiyasini bitiruvchilari, tergov faoliyati bitiruvchilariga boshqa organ tizimlarida misol uchun imtihon suhbat asosida imtihon olinadi. Agar
umumboy o't olishmasa ichki ishlar organlariga tergovchi lavozimida ishga kirishlari mumkin. Ya'ni o'shanda ham to'g'ri tergovchi emas, birinchi yordamchisi, keyinchalik ish o'rgangandan keyin ko'tarilishlari mumkin. Yoki tergov lavozimida ishni boshlashlari ham mumkin. Endi mana shu joyda ana qarang, ularni bitirgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri olyapti, qasamyod qabul qilib, Ichki ishlar vazirining tashriflarida o'sha narsa videoni ko'rdik, qasamyod qabul qilib ishga kirishyapti. Endi bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Masalan, davlat oliygohlarini yurisprudensiya bitirgandan keyin, misol uchun, adliya tizimlarida ishlashlari mumkin deylik, boshqa tizimlarda, lekin bu narsa ham hozir juda ham qiyin qoldi. Yana bir savol, Shohir aka, men ko'p eshityapmiz hozirgi bolalarda yoki ota-onalarda kelishadi. Qat'iy topshirtirmoqchisizlar farzandinglarni yoki farzandini o'zi nimaga qiziqishini so'rasak, hozircha aniq emas, o'ylab turibmiz, mana bu joy eshitdik yaxshi ekan. Ya'ni o'zini yo'nalishini, o'zini maqsadini hali qo'ya olmagan bola bo'lsa, ota-onalar unga qanday yordam berishi mumkin? Bitta zo'r narsa aytaman. Mana hozirgi kunda davlat va harbiy oliygohlarda ochiq eshiklar kuni tashkillashtirilyapti. Misol uchun, har yili maktablarda tashkillashtirilyapti bitiruvchi sinflar uchun. O'sha yerlarga borish kerak. Misol uchun, mana biz bolalarni ichki ishlar akademiyalariga, bojxonalarga, harbiy xavfsizlik mudofaa universitetlariga tirishqa borib to'g'rimi? Bola ko'zi bilan ko'rsin, qayerga kirayotganini, kim bo'ladi bitirgandan keyin, qaysi lavozimda ishlaydi, qanaqa ish qiladi. Ashlarni ko'rish kerak. Keyin tanlashi yana ham oson bo'ladi. O'zi mana siz sohangizga oladigan bo'lsak, aytaylik, yoshlar harbiy sohani tanlaydigan bo'lsa, nega harbiy sohani tanlash kerak o'zi? O'zim shaxsiy fikrimni aytaman. Asosiy 3 ta sabab bor. Birinchisi, bitirgandan keyin diplomni ko'tarib yurmaydi. Ya'ni ish bilan ta'minlaydi. Oilasini boqoladigan darajada oylik maosh bilan ishini boshlaydi. Misol uchun deylik, siz bank tizimini bitirdingiz, bankka ishga bordingiz, 7-8 million, misol uchun o'rtacha hisobda oylik beradi, balki 5-6 milliondan boshlanadi, bilmayman. U ham ishga kira olsangiz. Kira olsangiz. Bunda misol uchun siz bitirdingiz, oilangiz ta'minlaydigan darajada ishdan. 100% ishdan ta'min. 100% bu aniq. Neyse, undan tashqari kvartalniy balobatlar, qo'shimchalar, bayram pullar bor. Ikkinchisi, siz davlatni odami bo'lasiz va eng muhim tomoni siz o'sha bir ishsiz yoki yo'qib ketmaysiz, bitta bo'g'inida bo'lasiz. Misol uchun, ota-onangiz faxrlanadigan kasbda, oddiy olib qarasak. Masalan, kimgadir hali qo'pol bo'lsa aytaman, misol uchun sovchilikka borganda, o'g'lingiz kim bo'lib ishlaydilar desa, misol tergovchi deylik yoki bo'lmasa anaqa lavozimda ishlaydi, anaqa yoki prokuror, sudya, bu jarayonlashga boshlaydi, misol uchun. Yoki bu ham bitta misol, sabab mas'ul shu narsalarning yaxshi taraflaridan biri desak bo'ladi. Keyingisi vohli pensiya. 20 yillik xizmatdan keyin pensiya. 20 yillik biz xizmat deymiz, misol uchun deylik 21 da bitirsa, uzoq 40 ga kirmasdan pensiya chiqadi. 40 ga kirmasdan. Misol uchun. Uchinchisi, yaxshi karyera o'sib borishida oylik lavozimi, zvaniyalar oshib borishiga qarab oylik lavozimi yuqori ketaveradi. Davlat uy beradi. Farzandlaringiz uchun o'qishga kirishga ligotalar beradi. Men misol uchun shunaqa ligotalari bor, buni masalan hammasini aytib olmayman, lekin juda ham ko'pda. Misol uchun ota-onangizni sanatoriya masalasi bo'yicha yengilliklar qilib beradi yoki bo'lmasa o'zingizni tibbiy masalalar bo'yicha davolanishda o'zlarini gospitallari tekin mutlaqo. Alohida bo'ladi. Albatta, misol ichki ishlar vazirligi gospitallari bor, har bir viloyatda ular davolanishingiz to'liq tekin. Keyin yana bitta qulaylik, menimcha bu juda ham kichkina qulaylikdir balki kimlar uchun, balki ahamiyatli. Harbiy oliygohlarda o'qiydiganda ota-onalariga og'irligi umuman tushmaydi. Bu endi o'qish mobaynidagi yengilligi umuman gapirmaydi. 100% tekin grant asosida o'qishi. 100% ovqatlari tekin, formalari tekin, o'qish xarajatlari 100% tekin. Yana bir tomon qarangda,
misol uchun praktikaga amaliyotga yuborilganda amaliyot xarajatlari yoki bo'lmasa o'sha ichida o'qish mobaynida kasal bo'lib qolsa davolanish tekin. Yana nima kerak? Hozir o'rta hisobda davlat oliygohiga kirgan talaba ham yiliga eng kamida adashmasam kunduzgi ta'limda 7,5, kechkida 8,5 million kontrakti bor Yo'q, edi. bu oddiy oliygohlar. Oddiy oliygoh, davlat oliygohlarida. Misol uchun deylik, ya'ni demoqchiman 8,5 million ham kim uchundir og'irda. albatta. Siz hozir faqat kontrakt etyapsiz. Yotoqxonasi, kundalik yeb ichishi, yo'l kira xarajatlari, paydo bo'ladigan xarajatlar, kiyim, tibbiy masalalar, qo'shib hisoblasangiz bir oyda, bir yiliga hech bo'lmasa 40 million. Bir yilga 40 Eng million. kamida 40 million. Bo'lmasa 50 million. Harbiy sohani odamlar ko'rmaydigan eng katta ta'sirli tarafi. Aytaylik, masalan, uni qiyinchiligi, uni mas'uliyati. Buni bitta so'z bilan sizga aytib qo'ya olaman. Siz uylanyapsiz-da? Uylanyapsiz. Akangiz harbiy. Misol uchun qaysi viloyatda? Yo kela oladi yo kela olmaydi. Bilasizmi? Mana ularda mana shu narsasi bor, faqatgina. Sizlar ishlaydiganlarda og'irligi tomoni. Men sizga bitta narsa aytaman. O'zimda shu yaqinlarim ichida ham bo'lgan, o'zini sinisini to'yga kela olmagan vaziyatlari bo'lgan. Yoki shunaqa vaziyatlari bo'lgan, ota-onasini oxirgi manzilga tutolmagan. Yetib kelgan, lekin ulgurmagan. Hech kim ko'rmagan taraf mana shu. 31-dekabrda deylik, hayit kuni siz oila davrasida o'tirib, misol osh qilamiz, boshqa narsalar qilamiz. Tug'ilgan kunlarda yig'ilamiz, hamma qarindoshlar oila davrasi yig'iladi. Ular bo'lmaydi. Tan olish kerak. Ishda mas'uliyatda 38 million aholi Abram Muxtorning gapi bor-ku, zo'r. 38 million aholi uxlash uchun 1 million odam uxlamaydi. Bilasizmi? Chunki o'sha 1 million odam uxlasa, 38 million odam uxlamaydi keyin. Shunaqa narsa. Mana shu eng ko'rinmaydigan og'riqli nuqtasidan bittasi shu. Harbiy hayot yoki harbiy kasbda inson xarakteri qanchalik o'zgaradi yoki qaysi taraflarga o'zgaradi? Birinchi o'rinda sabr, matonatli bo'ladi. Shukr qilishni o'rganadi. Keyingisi ota-onaga bo'lgan muhabbat oddiyga qaraganda juda ham yuqori bo'ladi. Harbiyda juda ham yuqori. To'g'ri vaqtlar aytish mumkin, bemehr bo'lib ketadi, qahr qattiq ketadi deyish mumkin. Ishdan nisbatan-da ota-onaga emas. Ular tasavvur qiling, bir yilda bir, balki bir yilda 2 marta ota-onasini ko'ra olar. Siz har kuni bu kechqurun ota-onangiz oldiga borib ko'rasiz, unaqa emas. Misol uchun deylik, hamma organlarda vazifalari har xil, lekin ko'plarda shunaqa. Mana shu o'rinda rosa qilib yozishadi. Men bitta narsani aytmoqchi bo'lardim. Harbiy soha xarakteri mavzusida ham yoki umuman harbiy hayot mavzusida gapirganimizda oldin ham reyslarda rosa ko'p qilib yozishgan. Bunaqa inson bo'lib ketadi, oilasiga bunaqa bo'lib ketadi, bunaqa nima deydi, insongarchilik yo'qolib qoladi, odamlarni mensimaydi, kibrli bu. Shu vaziyatda bir narsani aytmoqchi edimki, jamiyat o'laroq bu sohaga bir fikr bildirar ekanmiz. Bu sohadagi odamlar jamiyatga necha foiz yordam bera oladi? Masalan, yaxshi tomonlari qancha, yomon tomonlari qancha? Yomon tomonlarni inobatga olsa, foizda hisoblasa masalan 30 ga to'g'ri kelar, 20 ga to'g'ri kelar. Lekin jamiyat uchun qilayotgan xizmat 70-80% ga to'g'rimi? Endi sizga savol. Siz aytgan hozir sanab o'tgan narsalarda nima oddiy fuqarolarda yo'qmi ekan? Kibrli bo'lib ketishi. To'g'ri. Qaysi harbiyni ko'rdingiz, narkam bu yerda yotganini? Qaysi harbiyni ko'rdingiz, alka shu darada yumalayotganini? Qaysi harbiyni ko'rdingiz, borib pichoqlab o'ldirganligini? Kimidir? Qaysi harbiyni ko'rdingiz, kimidir uyga o'g'irlikka tushganini? Misol uchun. Mana bizda videoga olishadi, ichki ishlar organlari mana bunaqa munosabat bildirdi, mana bunaqa qildi, qo'lini qayerga olib ketdi, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deyishadi. Ana odam nima qildi ekan? Undan oldin. Bo'lishi mumkin. Bo'ysunmagan bo'lishi mumkin yoki boshqa holatda bo'lishi mumkin. Deylik, qanaqa vaziyat bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin biz tashqarida turib fikr bildirishimiz oldin o'sha vaziyatda bo'lmaganmiz. Sizga savol. Mana shunaqa insonlarga bitta savol beraman-da. Ko'chada ketyapsan, mashinadasan, svetoforda to'xtab tursan, shuni yashil yonganda payt orqa intasi titib bossin.
signalchasi. Ha, asabiylashasan. Ha, oddiy signalga, to'g'rimi? Yoki ketyapsan, siz sal yo'lni qisib qo'ydi. Salgina qisib qo'ydi. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa, ana shunaqa haligi dalniy chiroq bor, o'sha dalniy chiroq yoqib qo'yib oldindan o'tib ketdi. Yoki shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Yoki peshxod yashil chiroqda sal sekinroq yurib o'tdi. Masalan, razvod qilayotganingizda peshxodga borib o'tib ketishingiz kerak. Peshxod sal sekinroq o'tib qoldi. Asabiylashmaymizmi? Yoki baqir-chaqir qilmaymizmi? Yoki so'kin tashamayapsizmi? Urushib ketmaymizmi ko'chada? Ularda nima? Ularda asabiy yo'qmi? Ha, shunday odamlarga yana bir savol bergim keladi. Deylik, masalan, ko'chada ketyapsan yoki har qanday holatda hayotingga xavf kelsa, birinchi kimga turgan xayolingga keladi masalan. To'g'ri, sog'liq tarafdan o'zi rizik bo'lishi mumkin, lekin bu tarafdan rizik qiladi hamma. Kimdir kim bilan tortishib qolsa, kuchi yetmasa, ko'chada ojizlik bo'lib qolsa, kimdir ursa, kimdir unga nisbatan hammani xayoliga men yomonlasin, so'ksin, boshqa qilsin, lekin birinchi rizik yig'iladi, to'g'rimi? Oddiy yana bitta shu joyga misol. Svetofor shami qoldi. Mana bizda eng dahshatli hodisa bo'ladi, bilasizmi? Bo'ladi. Bir-birini hurmat qilish yo'q, boshqa narsa yo'q. Meni yo'lim, men o'tishim kerak. Men birinchi o'rinda o'tishim kerak degan. O'shga bitta YPX xodimi keladi. Hamma narsani chiroyli Chorraxan necha minglab o'tadigan odam yo'lni ochib beradi. Saranja qilib qo'yadi, to'g'rimi? Bo'pti-da. Biz faqat bir yomon narsalarni ko'rmaslik kerak-da. Shunaqa. Kimda yomonlik yo'q. Kim bir behuda asabiylashib, urushib yoki boshqa narsa qilmaydi. Ularda yaxshiligi, mana o'sha organ xodimi anaqa qildi, PPS xodimi anaqa qildi, bunga haqqi bormi? Sen birinchi o'rinda, sen o'zing o'sha vaziyatda tush, nima bo'ldi ekan o'zi. Tasavvur qiling, misol uchun siz bitta odamni hayotini xavf ostiga qo'yib, aylanib o'tdingiz yoki avariya holatini joriy qildingiz. Sizga kelib turib shu jarima qo'llayapti, boshqa narsa qilmoqchi, so'kin tashlayapsiz, nima qilsin u? Agar ko'rmasam bo'lganda jag'ingizga bitta qo'yib yuborardi. Sizga qarab kimdir so'kinsin. To'g'rimi? Tabiiy holdagi narsa-ku. Insonmiz-ku. To'g'ri. Ularda ham bir his-tuyg'u bor. Shu narsani mana yaqin oylarda ham qattiq yog'ingarchiliklar bo'ldi. O'shunaqa paytlarda qancha xodimlar masalan ko'chada chorrahalarni ochib berdi. Shunaqa narsa. Oyog'idan suvlar o'tib ketganda oddiy fuqarolarga savol bergisi keladi. Agar sen 4 yil shuncha qiynalib o'qisang, poligonlarda chirasang, shuncha formani olsang, kamiga shu joyga kelish uchun qancha xizmat qilib kelib tursang-da, 30 million oylik bersang, sen bunaqa ob-havoda ko'chada turmaysan. Alam qiladi. Hech qayerda o'qimasdan prosta ishga joylab qolsa, odamlar pul uchun ishlashi mumkindir kimdirlar. 7 million, 8 million, 10 million oylikka shunaqa turishga. Lekin buncha mehnat qilgandan keyin sizga 8 million oylik beraman, chorrahada shunaqa turasan, buyruq shunaqa desa, turmaydi hech kim oddiy fuqarolardan. Lekin xodimlar turadi-da, bu yerda o'zi pulni ham o'rni qolmaydi. Mas'uliyat faqat. 52 gradusda biz nima qildik? Konditsionerdan chiqmaniga. Ularchi. Hammasi xizmatda. Shuning uchun doim aytaman, bir narsaga gapirishdan o'sha vaziyatga o'zing tushib ko'r. Tushganda keyin gapiring. Shuning uchun iltimos qilardikki, harbiy sohaga, ayniqsa bu xodimlar sohasiga biror bir fikr bildirilayotganda, avvalo ularning 70-80% xizmatini inobatga olib, keyin fikr bildirsin. Chunki bu nima deydi, baribir mudofaa, himoya masalasida bu yo'qolarkan o'zi hech nima bo'lmaydi. Na ilm bo'lmaydi, na oziq-ovqat, na birorta soha rivojlanmaydi mudofaa bo'lmasa agar. Endi shu narsani to'g'ri qabul qilish kerak edi. Ya'ni fikr bildirishdan doim aytaman. Bitta narsa fikr bildiraman, oldingi xotga o'zing tushgin deyman. Choraka mavzularga ancha kirishdik. Endi odamlarga tushunarli bo'lish uchun sohamiz haqiga kuchliroq kirsak, biz asosiy faoliyatimiz ta'lim dedik, ya'ni o'quv markaz. Qosimov iqtisodiy o'quv markazining tarixi, ochilishi hammasi haqida bir gapirib bersangiz. Hop, bu markazning faoliyati o'zi ochildi, ya'ni 2021-yildan deb hisoblasak, 2021-yilda boshida sarboshlar yo'nalishdan boshlangandi, lekin keyinchalik yana harbiy sohaga o'tib ketdi. Bu tizimda nima uchun bu tizimni qilganimizni oldin gaplarimda asliyatini, sababini tushuntirib o'tdim. Bu markaz o'zi ochilishidan maqsad nima desa, abituriyentni hujjat tayyorlash jarayonidan boshlab, imtihon
dengizga chiqsa bitta kichkina kemacha chiqadi. U cho'kib ketmasligi, boshqa narsa bo'lmas uchun oldida bitta kattaroq kema tursa qo'rqmaydi. Xuddi yosh bola yurish boshlaganda onasi bundoq turadi yoki otasi borligi uchun masalan xotirjam bo'ladi. Biz bu darajada bo'lmaymiz, lekin shunga harakat qilyapmizki, abituriyentga qo'limizdan kelgancha imkoniyatimiz darajasida yordam berib borishga. Har bir imtihonda. Misol uchun qo'limizdan kelgancha tibbiy ko'riklarda birga borib yuramiz yoki saralash imtihonlarida yoki hujjat topshirish jarayonlarida kamchiliklarini qo'ldan yordam beramiz. Ya'ni maqsad bu markazda faqat fanda o'zi tayyorlash emas. Butun tizim bo'yicha batafsil yordam berish. Tushunarli. Xo'p, ochganimizga 1 yil bo'ldi. Xususiy maktab ham ochdik, kazarmali maktab. Bu maktab haqida gapirib berasiz. Asosiy faoliyati qanaqa, nima bilan shug'ullanadi? Maktabdan ochilishdan maqsad nima? Chekka viloyatlarimizdan bizga talab juda ham ko'p bo'ldi. Ya'ni maktab va yotoqxona bo'lsa biz ham borardik degan narsa. Oddilikda ochdik. Ya'ni biz hozirgi kundagi o'sha hamkorlik qilayotgan maktab bilan birgalikda ochdik va o'sha tayyorlov tizimini joriy qildik. Tayyorlov tizimini asosi nima uchun bu narsa kazarmali rejimda joriy qilindi? Chunki bolani dars qilish jarayonidan boshlab jismoniy tarbiya imtihonlari barchasini bitta joyga umumlashtirdik. Misol uchun bola maktabga borganda maktabdagi darslardan chalg'irdi, yo'l masalan charchatadi yoki boshqa narsa yoki viloyatdan bizga kelib o'qiy olmasdi. Ota-onalar kvartiraga qo'yishdan qo'rqardi yosh bolasini. Biz shu narsani mana shu muammolarni bitta umumiy oldi yechimini bitta kazarmada ko'rdik. Kazarmali tizimda ochdik shu narsani. Shohir aka, mana bu yil avgustda imtihonlari ham tugab bo'ldi, faqat mandat qilyapti. O'quv markaz va maktabda yil sarhisobi qanaqa bo'ldi? Umumiy olganimizda, hammasi qo'shganda 100% abituriyentlarimizda 78% abituriyentlarimizga bu yil talaba, kursant bo'lish nasib qildi faqatgina. Endi nimaga masalan 100%, 85%, 90%? Chunki bizga bog'liq bo'lmagan narsalar juda ham ko'p. Abituriyentlar kech kelishdi bizga, misol uchun. Yoki bo'lmasa tibbiyotga biz javob bera olmaymiz. Hujjat masalalarida kamchiliklar yoki bo'lmasa oddiy bitta misol, ishlar akademiyasiga kirgan paytlarida imtihonda, jismoniy tarbiya imtihonlarida qoq obedda olgan. Bizga ota-onalar abituriyentlarga o'zi aytgan, Shohir aka bizni sahar yugurtiradi. Shuni obedda qilsangiz bo'larkan. Bizni qoq obedda yugurtirishdi, shuncha ozgina qiynaldik deb aytishdi. Yoki bo'lmasa o'sha baribir bayon yozishlarida, o'sha masalan shuncha yozib kelgan, o'sha paytda hayajon bosganligi. Ya'ni inson faktori bor baribir bu yerda. Shuning uchun shunaqa muammolar bo'ldi. Va oxiri 78% bilan yopdik bu yillik hisobimizni. Sizga bitta misol narsa aytaman. Maktabga kelayotgan bolalarda 10 ta bola kelsa, 8 ta bola qaytib ketadi. Nimaga bilasizmi sababini? Eng asoslardan bittasi. Ular bilim olishdi, kitob o'qishdi, ilmni muhitini tushunmaydi. Ota-ona ham ki olib keladi bolasini. O'sha 8 ta bola qaytib ketgani vajlarini eshitsangiz kulgisiz deydi. Nima uchun konditsionerni o'chirib qo'yyapsizlar? Nima uchun konditsioner yoqyapsizlar? Nima uchun bitta xon 8 ta bola yotar ekan, o'sha masalan adboyda bir xil o'qilar ekan, bir xil o'qilar ekan, shunaqa narsa tashkillashtira olmadinglar. Yoki bo'lmasa oxirgi siz boshlashadi. Nimaga och qoringa yugurtirasiz aytadi Turnovkani? Darslar ko'p ekan. Ayol ustozlaring juda ham qattiq talab qilar ekan. Asosiy maqsad umuman boshqa tarafda qolib ketib, boshqa mavzularga. Abituriyentning uyida komfort yotoqxonasi, komfort ovqatlanishi bor. Bu yoqqa nima uchun kelyapti? Bizdan masalan bilim saviyasi bo'yicha, salohiyat bo'yicha, ustozlarning metodi bo'yicha so'rasam, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Unga birab o'tirib javob beraman. Hech mana 3 yil ingliz tili o'qib kelib turib, ingliz tili hech baloga erishmagan, magistrni bitirgan ustozga qarab ingliz tilida o'qish bilmaysa ekan degan gap qaytdan olgan. 3 yil ingliz tili o'qigan. Darajasi A1 emasda. Tushunyapsizmi? Ya'ni abituriyentlarda men doim aytaman, kitob o'qinglar. Men bu narsani dadam bilan akam hozirgacha kitoblar o'qiydi. Hozirgacha tinmaydi. Shuning uchun aytaman, kitob juda ham muhim narsa. Shu jo'sini aytaman, ukamga juda ham qattiq havas qilaman. Havasim ukamga nimaga desa, juda ham ko'p kitob o'qiydi. Shunga yarasha dunyoqarashi, fikrlashi va odam bilan muomala qilayotganda u 21-22 yoshli bolaning dunyoqarashi fikrlamaydi, 30-35 yoshli odam fikrlash bilan ishlaydi. Izoh berib o'tib ketaman. Ukalari Davlatjon
Qosimov School kazarmali maktabini direktori hisoblanadi. Shu tomonlama juda ham qattiq havas qilaman. Shuni so'ntarib. Endi bu savolni nega berdim? Sizni kuzatuvchilaringiz asosiysi shu yosh va shundan yuqori yigitlar. Ularga tavsiya o'laroq bir tajriba o'laroq bir nima o'rgating deb. Tasavvur qiling, ularga nima degan bo'lardingiz? Hamma sizni kuzatib turibdi, mana shu harbiy sohaga qiziquvchilar. Maqsadni birinchi o'ringa to'g'ri qo'yib qo'yinglar. Hamma ham harbiy bo'lish shart emas. Hamma ham yurist bo'lish shart emas. Kimdirlar hunar o'rganadi. Hayot yo'li hammada har xil. Va masalan, mana deylik kvota 84 ta yoki 100 ta bergan bo'lsa, 5000 kishi topshirgan bo'lsa, 4900 kishi yig'ilishi aniq. Faqat mana hayotda birinchi zarbasi mana shunda beriladi. Mana birinchi zarba o'qishdan yiqilganligi. O'sha zarbalarga chidolish, ya'ni chidash kerak. Hamma narsa hikmatga olish kerak va shu zarbalarga uchramaslik uchun hozirdan harakatni boshlash kerak. Oxiriga yetib borganda emas, bosh devorga tekkanda emas. Bir otani bilaman. Shu joyda qo'shimcha qilib ketay. Ota sizga aytaman. 6 ta zavod, 30 dan ortiq do'kon, dahshatli boy odam. Uyi oddiygina 2 etajli, bir dona Pradosi bor va butun oilasiga, farzandlariga bir dona do'koni borligini ko'rsatgan. Tasavvur qilyapsizmi? Qolganlarini bilmaydi. Bilmaydi, hech kim bilmaydi. Birorta bolasi bilmaydi. O'sha bolalar o'zi harakat qilib oyiga 25-30 million topishyapti hozir. U ota Pradoni ham ko'rsatgan, kreditga olinganligini, balobatlar narsalarni to'lash kerakligini, qiynalayotganligini. U otani masalan haligi aytib 6 zavod tasavvur qilyapsizmi? Juda ham katta inson. Lekin farzandlarini men suhbatda ham bilgan, bittasi hattoki bilmaydi. Umuman bildirmagan, butun hayoti onlaynda. Ha biznikilar qanaqa? Shunda o'z zavod chiqaraversin. Shuncha aytaman. Hozirdan boshla, qarorni qabul qil, harakatni voqlikdan boshla. Nimaga? Hech kim javob bermaydiki, o'sha narsaga oxiriga yetib borganingda sen ulgurishingga. Shuning uchun bunday aytgan narsani hozirdan boshlaylar. Yana bitta zo'r tavsiya bermoqchiman. Mana shu narsa barcha obunachilarga, bu dadamdan berilgan tavsiya, onamdan berilgan tavsiya, lekin bu tavsiyani 100% to'g'riligini isbotini ko'rganman. Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda nima qilayotganingizni hech kimga aytmang. Hech kim bilmasin. Nima o'qiyotganingiz, qanaqa o'qiyotganingiz, nimalarga harakat qilayotganingizni, nimaga erishmoqchi bo'lganligingizni, maqsadlaringizni hech kimga aytmang. Erishganingizda hamma hayron qolsin. Qanaqasiga, nima qildi bu? Qayerdan bu? Yurardi oddiygina. Bu boshqacha narsa bo'ladi. Hammaga aytib o'xshamay qolsa, butun hammadan gap eshitgandan ko'ra, hech kim bilmasin, bittada erishing va hamma sizga tan bersin. Mana bu narsani mazasi boshqacha bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, vaqtimiz ham yakunlanib qoldi Shohir aka. Suhbatni yakunlasak, shu o'rinda yakuniy izoh, hurmatli obunachilar, ushbu podkastimiz umumiy mavzularda va izohlarda kelgan savollar uchun alohida ajratilgan va ilk podkastimiz bo'lgani uchun mavzular shunchaki umumiy. Xudo xohlasa keyingi podkastlarimizda biz mavzularni aniqroq tanlaymiz. Demak, kerakli argumentlar keltirib, ancha-muncha tajribalar ulashamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shohir aka, ajratilgan vaqt uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.